Okay, so guys, let's look at the text. First of all, listen carefully and then answer some questions. Okay, and sağlıklı karanlar, mushu kartın filmini yaxshi anlanglar, yaxshi tepsili ko'ranglar, ko'rgandan keyin undan bir necha savol bor, shuni javob beringlar. Okay. All right, just watch it carefully. Hamsa bir ko'rib beringlar. Are you Swedish? No, we are not. We are Danish. Are your friends Danish too? No, they aren't. They are Norwegian. Your passports, please. Here they are. Are these your cases? No, they aren't. Our cases are brown. Here they are. Are you tourists? Yes, we are. Are your friends tourists too? Yes, they are. That's fine. Thank you very much. Okay, alright guys, answer. Text qaranglar, sağolishlar. Birinchi cümle nima ekan? Are you Swedish? Okay. Are you Swedish? Nima? Siz nalikmi? Shvetsiyalikmi? Okay. Are you Swedish? And then demakchi yoki sizlar Shvetsiyalikmi? No, we are not. Yo'q, biz emas. No, we are not. We are Danish. Nima? Biz Daniyalik deb. And savodoshlar ingliz tilidagi mishariki you deganimiz hamda birlikim bo'la oladi, ham ko'plikim bo'la oladi. Demak, siz yoki sizlar shunami? And are you Swedish degan agar siz Shvetsiyalikmi yoki sizlar Shvetsiyalikmi degan gap. Demak, ikki xil ma'nosi bor. Demak, you-niki hamda siz yoki sizlar ikki xil bo'la oladi. Shunami? Ham birlik bo'lar, ham ko'plik. Demak, sizlar Shvetsiyalikmi desa, no, we are not. Yo'q, biz emas. We are Danish. Hamda biz bo'lsak, nalik? Daniyalik. We are Danish. Are your friends Danish too? Okay. And your friends deganimiz sizning do'stlaringiz. And the mere friends erkeğini asqatdiq, birdamdagi grammatikani iqtisodiyni tushundiramiz. Asqatgan degan nima dersanglar, do'stlaringiz. And your friends, sizlarning do'stlaringlar. Shunami? Are Danish. Sizlarning do'stlaringlar bo'lsa Daniyalik. And bu yerga savolga aylantirsak nima bo'lar desanglar, are your friends Danish too? Are your friends Danish too? And sizlarning do'stlaringlar Daniyalikmi? Shunami? Sizlarning do'stlaringlar Daniyalikmi? Okay. And yoki sizlarning do'stlaringlarmi Daniyalikmi? Keyingi nima desanglar, to bor shunami? Va keyinda to bo'lg'achqa nima desang, sizlarning do'stlaringlarmi, nimami Daniyalikmi? Are your friends Danish too? Desa, no, they aren't. Yo'q, ular emas. Demakchi hamda uchinchi shaxs ko'plik bo'lgan, birlik bo'lsa, yes, he was, she is, yo'q, she isn't, he isn't dedi. Endi ma ko'plik bo'lg'achqa nima desang, no, they aren't. Yo'q, ular emas. Demakchi, ular nalik emas, Daniyalik emas. Okay. They are Norwegian. Ular Norvegiyalik. They are Norwegian. Ular Norvegiyalik. Norvegiyalik. Nima? Anskin qisqa qaranglar. Okay. So your passports please. Okay, pasportlarni ko'rsatinglar degan bo'l. Your passports. Endi buni to'liq shakli show me your passports please. Okay? Show me your passports please. Sizlar pasportlarni chiqarsanglar, pasportlarni ko'rsatsanglar, shunami? Show me your passport. Shuni qisqartirilsa, your passports please. And your IDs please. And ID ga kimlik shunami? Kimliklarni chiqarsanglar, shunami? Here they are. Okay, and sağdaş ilgili here you are deb bo'lgan shunami? Arat here you are, but here you are deb qo'yasiz shunami? And mana here they are, nimacha here they are ishkito. And ma ishkiramga davodi shunami? Ishkiramga davodgan ekan, ma ishki ko'plik hisoblanadi, ma pasportlar. Shunga amniyat buni to'liq shakli they are here and ular bo'lsa mana deb ko'rsatish shunami?
Demek hem de ma İngiliz tilida ma o ta'ti cümleler ma here degan oldi fitdan yetib keldi. Şuna bilan nima bo'ladi? Sana here they are demek ki manolar. Agar hamda bir tal narsa bor, here it is. Here it is. Ma bir tal narsa masalan, oh, here it is. Agar ikki tal narsa bo'lib qo'ygan, here they are. Okay? Here they are. Okay, here they are. Kingsa? Demekan, are these your cases? Okay. Are these your cases? Endi mi yarki these qaranglar vallah. Okay. These deganimiz nima desanglar bular, shunami? Are these? Agar oldimizda bir tal narsa bo'lgan bo'lsa, this deymiz, nima? This. Agar endi ko'plik narsa bo'lgan degan nima? These. Okay, bular, nima? Are these your cases? Demekçi bir yer these are your cases. Bular bo'lsa sizning chamadonlaringiz, yoki sizlarning chamadonlaringlar, shunami? And so are these your cases? Bular sizlarning chamadonlaringlarmi? Desa, no they aren't. Yo'q, ular bizning emas. Demakçi ular bizning chamadonlarimiz emas. Our cases are brown. Bizning chamadonlarimiz are brown. Bo'lsa brown. And then şu üçüncü şahs, qanday şahs ko'plikka qaysi keldi? Or keldi, shunami valla. Our case brown. Here they are. Ay mana ular. Ular mana demekçi. Ko'rsatib beribdi, shunami? Are you tourists? Demekçi sizlar sayohatchimi? Tourists, shunami? You are tourists gazli shakli. Yes we are. Yes we are, shunami? Are your friends tourists too? Ham sizlarning do'stlaringlarmi sayohatchimi? Are your friends tourists too? Demek ki your friends are tourists degan gap bor hamda. Savolga aylantirib BP'ni oldiga chiqsam savolga aylantirdi. Demek ki are your friends tourists too? Demek sizlarning do'stlaringlarmi sayohatchimi? Yes they are. Ular sayohatchi. Nima? Yes they are. Demek ki ular qanday sayohatchi. Okay. That is fine. Okay, that's fine. Thank you very much. Okay, that's fine. Oy, that's fine again. Bo'ldi. Oy bo'ldi. Demak, okay demakchi, shunami? Oy, bo'ldi. Demakchi shuni tekshirib bo'ldi, shu bo'ldi. Demakchi tugidi. That is fine. Thank you very much. And avvalgi nima? Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Thank you very much. Thank you very much. Xo'sh, hamsa, Mushu abayqa tekstda tilg'ilingan intayin muhim bo'lgan nuqtalar qarayli. Bularmi bugungi darsimizda mushu ismlarning ko'plik shaklini qilgan gap. Adətdə mushu ismlar bu sanıqını bulduğu isim, sanıqını bo'lmaydigan isim deb ikkiga bo'linadi, savolashlar. Endi sanıqını bulduğu isimlar degan nima desanlar, sanaqsan bilan sanıqını bulduğu isimlar, sanıqını bulduğu isim deymiz. Masalan, 1 kitap, 2 kitap, 3 kitap, 4 kitap. Mana sanaqsan bilan sanadik shunami? Onu degan ba'zi ismlarni sanaqsan bilan sanıqı bo'lmaydi. Masalan, 1 suv, 2 suv, 3 suv demaymiz-ku. Uni qanday qilib olmaydi? Sanıqını olmaydi. Shunga o'xshash hamda sanıqını bulduğu isimlarning keyiniga asqatimiz. Asqatimiz ko'plikka. Xuddi masalan kitob. Biz buningga ko'plik bo'lsa, kitoblar Uyg'urchada shunami? Kitoblar. Okay. Maktablar degandek. Masalan, my friend is Danish. Is your friend Danish? Hamda sizning do'stingiz Daniyalikmi? Desho? Yes, he is. Yoki no, he isn't. Shunami? Okay. Hamda buning ko'plik shakli bo'lsa, my friends are Danish. Mening do'stlarim bo'lsa Daniyalik. Mening do'stlarim, shunami? Are your friends Danish? Sizning do'stlaringiz Daniyalikmi? Desa, agar yes bo'lsa, yes they are. Yoki nima? No, they aren't. Demak, endi mishaganda ko'plik bo'lib qolsa, nima desam, they keldi. Shunaqo birlik bo'lib qolsa, demak he is, he isn't keldi. He isn't keldi. Demek endi bishariki toqqa pishin shaxs birlikka BP bilan is keladi, pishin shaxs ko'plikka BP bilan or keladi.